يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Kirib kelgan Qurbon hayit bayrami hammamizga muborak bo'lsin. Xonadonimizga tinchlik, xotirjamlik, fayz va baraka topkelsin. Biz Ixlos Nuri xayriya fondi kam ta'minlangan, qiynalib o'tgan oilalarni ro'yxat bo'yicha go'sht tarqatmoqdamiz. Bizlarga hissa qo'shgan barcha aka-uka, opa-singillarimizdan, ehson qiluvchilardan Alloh rozi bo'lsin. Hammanglarni kasbkorligiga Alloh baraka bersin. Nima yaxshi niyatda qilgan bo'lsanglar, Alloh niyatingizga yetkazsin. Ehsonning mukofoti ehsondir. Bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.